Yaxshi uxladingizmi? Yaxshi o'tirdingizmi? O'zing qanday? Yaxshi. Qanday bo'lyapti oyoqlar? Kechinlar yaxshimi? Bo'lyapti kecha abidgacha og'rigan bashara bo'lib, bundaqa. Kecha abiddan keyin kayfiyatim yaxshi bo'ldi. Kechga tomon ko'chaga chiqdim, bunday yurishlarim sal yengil bo'lib. Lekin men shu fizioterapiyani boshlagandan buyoq hassa tashladim, ishlatmayapti. Yaxshi. Anami kecha endi fizlechini olmaganingizga sal og'riq bo'ldim. Abidgacha. Yo'q, og'riq bu darajada og'riq bo'lmadi. Nimaga kayfiyatingiz bo'lmadi? Qandaydir bir yurak g'ash bo'lib. Yaxshi bo'ladi, o'ylamang. Alloh shifo beradi. Shuncha yaxshi bo'lasizki, mana qo'ltiqda yotibda keluvdingiz. Bitta tayoqda. Shinalarda ko'rdim-ku. Bugun hassangiz ham yo'q-ku? Aytibman-ku, mana u oldingi fizioterapiya olganimda qo'ltiq tayoq tashladim. Bunda hassa. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz. Sababchilarimizda. Yana mana shu partiyadan keyin qancha vaqtdan keyin bir oson bo'ladi? Xudo xolasa 2 oy bo'ladi, demisi. 2 oydan keyin.